Assalomu alaykum hammaga. Rayondan oling qizim. Anchadan beri ko'p minutli video qilmayotgandim. Bugun endi yo'ldaman. 3 ta qizimni olib aylantirib kelishga ketyapman. Hamma tinchmi, sog', omonmi? Podpischalarim ham xudo xohlasa 600 taga yaqinlashib qoldi. Menga podpiska bosgan. Narxaq o'tirgizing qizim. Barchaga qo'li ko'zi dard ko'rmasin. Xursand bo'lyapman meni shu videolarimni qiziqib, ahamiyatga olib podpiska bosib qo'ygani uchun. Narx oling qizim. Hozir anchadan beri mashina o'zimda emas edi. Mashinamni qaynim xo'jayinimning ukasi olib ketgan. Endi hozir mashina 2 kundan beri o'zimda. Xullas mashina 2 kundan beri qaynim tashab ketgan. Kinoyi haydab turing. Joylarga bormoqchi bo'lsangiz deb tashab ketdi. Mana bu bizning mahallamiz. Bolachalar qaranglar, mazza qilib o'ynayapti. Hozir bu yerda o'chirib turaman kamerani, ehtiyot bo'lib o'tish kerak bular oldida. Mana endi bolachalar oldidan o'tib oldik. Hozirgi yosh bolalar mashinada umuman qo'rqmaydi. Tushunmadim, nimaga biz yoshligimizda qo'rqardik. Uzoqdan ko'rsak mashinani chekalab turardik. Hozirgi mana bu yosh bolalar kelib mashinani quchoqlamoq. Bir nima bo'lsa kim binovat? Albatta shofyor, haydovchi. Xullas shunaqa hozir bu kichkinalarning oldidan o'tib ketyapsam, yopishadi mashinaga hammasi. Oyog'ini bosib ketsam-chi, uni o'ylamaydi. Ota-onalar o'rgatish kerak-da. Mashina kelayotganda chekaga tur deb. Yo'q, bular kaptogi bilan kelib qoladi oldinga yugurib. Hozir qizlarimni, 3 ta qizimni olib magazinga aylantirib kelay. Qizlarim bugun shanba ekan, maktabda o'qib charchagan. Sal bo'lsa ham ko'ngli yoyiladi-da, xursand bo'lib qoladi qizlarim. Mana qishlog'imiz juda ham chiroylashgan. Qishlog'imizda tutlar pishgan, kelinglar tutga. Bizning mahallamiz Tutzor mahallasi, juda ham tutlar ko'p pishibdi, zo'r. Har kuni qizlarim chiqib tutiydi. Mana sentrimizga ham keldik. O'tirib turinglar qizim, hozir kelaman. Maylimi qizlar, jim o'tiringlar. Sizlar o'tiribsizlarmi, yig'lamasdan? Sizlarga marojna olib keldim qizim. Maylar. Xadija, Shukrona qizimga sog'lig'ini osh bo'lsin. Mana Rayona sizga qizim. Yo'q, apachangizga qoldi keyin. Ochib bering Xadija. Xullas qizlarim shunaqa qilib aylantirib keldim. Endi bizning qizlarim, meni qizlarim hammasiga ko'naveradi. Mana shu aylanishga ham xursand bo'ladi. Har doim biron magazinlarga borsam ham birga olib ketaman-da. Qayerga borsam sog'laman qizlarni o'zim bilan birga. Mana shunaqa oddiy qishloq bolalari
ko'chaga, magazinga chiqsa ham qanchalik xursand bo'ladi. Hozir juda ham pastga ketyapman. Sekin, chunki oldimizda yana bolalar bor, o'ynayapti mazza qilib. Oddiy narsaga qishloq bolalar juda ham xursand bo'ladi. Mana mahallamizga ham kirib keldik. Hozir sizlarga Tutzor mahallamizni ko'rsatamiz. Eski nomi Tutzor edi. Hozirgi nomi Abulqosim Firdavsi shoirimizning nomini qo'yganda. Hali tutlarimiz pishishni endi boshladi. Hali shunaqa pishadi. Mana shu daraxtlarda hammasi tut. Oq, qora deysizmi? U nima bo'ladi-ku, pishdimi? Hamma tutdan bor. Mana shu Tutzor mahallamiz juda ham chiroyli. Mana bu joylarni qarang. Dalalar. Qizlarim, Oysha ertalab ketdimi maktabga? Qizim, turdingizmi Hadicha siz? Rayona kuzim, oqib ketmasin, maylimi ustingizga qizim? Mana shunaqa mahallamiz. Tutzor mahallasi. Shunaqa qilib ozgina bo'lsa ham bolalarimni kayfiyatini ko'tarib aylantirib keldim-da, shunga ham xursand. Mana bu yerda hozir ko'rsataman, bolalar tutyapti. Mana sizlarga gapirib uyga ham yaqinlashib keldim. Bu videomning foydali tomonlari mana shunaqa Tojikistonda ham shunaqa qishloqlar bor, shunaqa Tutzor mahallasi bor. O'shani bilib, ko'rib, xursand bo'lib, balki boshqa joylarda ham biz tomonga o'xshash ekan deb qolar ba'zi odamlar. Mana uyga kirib kelyapman, dadamni qarang, dadam o't yulyapti. Sekin tushib uyga borib turaveringlar. Oilada biz ikkita qizmizda, kattasi o'zimman. Kichkina singlim bor, 2003-yil. Down sindromi bilan sindrom borda. Shunga biz shu yerdamiz. Videolarimni agar ko'rgan bo'lsangiz, o'g'il yo'q bizda, ikkita qiz. Qo'limdan kelganicha bularga yordam berib, imkonim boricha yordam berib shu yerdaman. Shunaqa gaplar. Uyimizga ham yetib keldik. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik. Meni kuzatishda davom eting. Qishloq hayotini, o'zimning hayotimni ko'rsataman. Kimga qiziq bo'lsa, interesna bo'ladigan bo'lsa, asosan qishloq hayotini ko'rsatib, qizlarim bilan shorts videolar olib chiqaman-da. Katta video kamdan kam qilaman. Hammaga omad, kanalga podpiska bo'ling. Podpiska bosib, chiqqan videolarimga like bossangiz xursand bo'lardim.